Professional kanaliga obuna bo'ling va obuna qaytadi. Kommentariyaga plus belgisini yozing. Bo'ldi. Tak, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan professional do'stlar o'z botlaringni yaratishni o'rgataman. Birinchi poiskga kirib bot Flutter deb yozasizlar va startni bosasizlar. Sizlarga kim birinchi new botni bosasizlar, keyin aytadi: "Yaxshi, senga qaysi bot ism top debdi. Neam bot deb yozdim. Yaxshi, endi narsalar betlarga qaramaysizlar do'stlar. Mana YouTube neam bot deb turadi. Shunda ana deydi. Shu tokenni chat qilib olasizlar. Bundan ham chiqadi. Keyin Google Chrome ga kirasizlar. Va yozasizlar: botman deb yozasizlar. Короче, Google'dan kirib ketamiz. Sizlar shuni ham qilsanglar bo'ladi. Google'dan kiramiz, botman turadi. Ana YouTube bot bor. Tak. Telegram любой раз создать сеансы yozasizlar. Men tak. Men yangi so'zat qildim. Удалить. Удалить. Keyin qaranglar, Telegramda bosasizlar. Va укажите уже bu. Создать бот Telegram, мне есть добавить токен deb bosasizlar. Bot Flutter shunday my bot shunday deb yozasizlar. Va boyaga tokenni kiritamiz. Bergan tokenni shuni ketdi. Va mana neam bot подключен etiladi. Создать агент, создать нуля, создать с помощью AI yozsak, neam bot, например, bot для стоматологии запишите при. Men Rozman diyorsak nima bo'lar ekan? Buna ko'ra so'zlar с нуля. Так, Telegram. Название сеанса. Qalay. Men odam ya'ni yaratilganman. Odam yaratilgan. Odam yaratilganman. Keyin do'stlar, mana shunday o'qisak, so'zlać. Видите текст? Mana bunday есть текст. Boyaga yozamiz. Bo'ldi. Сохранить. Bo'ldi. Опубликовать. Открыть бота. Ne bosamiz. Mana neam bot deyiladi. Qalay, men odam tarafidan yaratilganman. Kim? Men shunaqa zo'rman. Tarafidan. Keyin yana do'stlar yozamiz.
Raqib подписчика за sutki yapti. Men sizda ssenariy с нуля boshlab shunday ketaveradi. Название сценарий. Men sendan menda ildiz bor. Daraja esa situ. Kattada yozamiz. Добавить текст. Сохранить, опубликовать. Do'stlar, mana shunday keyin bo'ladi. Shunday qilib ketaverasizlar. Va shunday qilib ketaverganlaringdan keyin o'chib tashlasak ham bo'ladi. Sizlar bilan professional bo'ldi. Hammaga xayr.